Hozir 30 soniya ichida odamlarni aldab pul topish yo'lini ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Bir daqiqa maylimi? Xo'p. Yaxshilik sari yo'l kanalidanmiz. Odamlarga muruvvat ko'rsatamiz, yordamga muhtoj insonlarga yordam beramiz. Hozir bizning fondimizga 100 ming ehson qila olasizmi? Yoningizda chiqmaydimi? Qancha chiqadi hozir? Okey, rahmat. Xo'p. Shunaqa qilib yarim soat ichida 450 ming topgan bo'lar edim agarda pullarni qaytarib bermaganimda. To'xtab turing, ijtimoiy eksperiment o'tkazyapmiz. O'tkazish shart emas, pulingizni qaytarib beraman. Hech qanaqa Ehson TV kanalidan emasmiz, Ehson bor kanaldan emasmiz. Oxirgi paytda shunaqa kontentlar ko'payib ketdi. Ehsonni niqob bosib pul topayotganlar, aynan shunaqa insonlardan ogoh qilish uchun shunaqa eksperiment kontent olyapmiz. Keyingi safar kimdir sizdan so'rasa, pul berib yubormasdan qanaqa tashkilot, qanaqa fond, tashkilot nomidan hujjati bormi, ruxsatnomasi bormi, shartnomasi bormi so'rashingiz kerak. Agar rostdan bor bo'lsa, o'tkazib bering. Shunaqa insonlar bor, rostdan xayriya qiladiganlar, lekin ulardan tashqari mashinalar juda ham ko'pda. Keyingi safar pul berishdan oldin ishonch hosil qilib oling. Qanaqa fond deb turib. Rahmat lekin. Videoni ko'proq odam ko'rish uchun esa maksimal tarqating.